natural bo'lib turib ham katta yelkaga erishsa bo'ladi. Hozir sizga yelka uchun bitta mashq ko'rsataman. Qani ketdik. Birinchi bo'lib turib, mana bu skameykani to'g'rilaymiz. Eng oxiridan bitta pastga qo'yamiz. Ikkinchi bo'lib turib, kichik vesda birinchi razminka qilamiz. Qarang, oyoqqa qo'yib turib, oyoqdan bitta, ikkita ko'tarish kerak bo'ladi. Xo'p, razminka boshlandi, ko'krak ko'tariladi. Ikki yonboshga qo'l to'g'ri tushadi, tepaga ko'tariladi. Pastga tushadi, ko'tariladi. Ko'pchilikning xatosi kistni mana bunaqasiga qiladi. O'sha kistni to'g'ri qilish kerak bo'ladi. To'g'ri ushlash kerak. Ya'ni mana bu suyakni ustidan gantel tushish kerak. Mana bu yoqqa emas. Ko'plar orqaga tashlaydi, tirsaydi. Tepadan pastga tashlash kerak va tepaga chiqarish kerak bo'ladi. Tepaga va pastga va mana belni ham ozgina bukib olishingiz kerak bo'ladi. Oyoqlar oldinga ketadi, bel bukilgan bo'ladi, vesda olasiz, tepaga ko'tarilasiz. Xo'p, katta vesda ko'rasiz hozir texnikasi qanday ishlaydi. Yep. Ras. Qo'yish ham xuddi shunaqa. Oyoqni qo'yib, keyin pastga tashlash mumkin. Shtobi travma olmasligi uchun.